Obunachilar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Narxlar siz o'ylagan darajada arzon bo'lmasa, like bosmay qo'yaverasiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan chorva ishqibozlari, mana bunday boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun yangi syomkalarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Omonbek ukamizning xonadonlariga mana bunday 8 bosh boqma buqalarni Xudo xolasa baraka toptiradigan variantlardan kelgan. Omonbek bilan bir qator bularni ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Bir donadan like tugmasini bosib qo'yinglar obunachilar. Xudo xolasa bu kanal rivoji uchun. Albatta sizlar uchun ishlayapmiz biz. Padishga qilib turasizlar xudo xolasa. Puli sifatlisidan arzonidan keladi, xudo xolasa yetkazib beriladi. Bo'lmasa so'z navbatini Omonbek ukamizga beramiz. Bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, keldingizmi? Assalomu alaykum. Obunachilar, sizlar charchamasdan hammalaringni chorvalaringga, umrlaringga Alloh barakasini bersin. Inshaalloh videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa inshaalloh narxlar siz o'ylagan darajada haqiqatan arzon bo'ladi. Arzon bo'lmasa like bosmaysiz, boya aytdim. Bir qator ko'ringlar, YouTube tarmoqlariga solishtirib ko'ringlar. Inshaalloh eldan arzon. Bozordan arzon, eng muhimi garantiyali, ishonchli buqalar kelgan. Yashang. Xo'p, bo'lmasa bugunga necha bosh? 8 boshmi, xudo xolasa? Xo'p, 8 bosh. Puli bo'shashga beraman. Puli bo'shashga nimaki katta partiya kelyapti. Xudo xolasa. Katta partiya kelyapti. Ozmunchasiga qaralmaydi. Obunachilar, olmasangiz ham telefon qiling. Albatta ishlaringizni bitirib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa aka videoni cho'zmaymiz, ochilib. Videoni cho'zmasdan tars. Xo'p, bunday qilamiz. Videoni cho'zib o'tirilmaydi. Siz mancha demaysiz, mancha demayman. Xudo xolasa bitta narx ayting. Tortishib o'tirmaydigan, obunachilarga ham ma'qul bo'ladigan narx aytasiz xudo xolasa. Narxni aytaman, bozorga solishtirib ko'rishsin. Xudo xolasa mana ko'p kanallardan chiqadi, bozor syomkalari bo'ladi. Boshqa ukaxonlarimiz ham chiqarishadi, akaxonlar. O'shalarni narx-navosiga qarab turib, arzoniga qarab olishadigan bo'lishsin iloyim. Albatta mana buqani ko'rsating. Buqani birinchi ko'rsating. Buqa yemga tayyor aka. Xo'p, mana. Oqoshlari ham yaxshi kelishgan ekan xudo xolasa. Oyoq qo'li baquvvat. Eng muhimi yemni bosib berishaveradi. Bu yedishlar qanaqa Omonbek? Xo'p, yedishtisiga sog'lik salomatligi. Asli, misol diniy tarafdan olganda 3 kun. Shariy. Shariat tarafdan qaraganda 3 kun garantiyasi. Shu bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta. Bir hafta yeysa, ichsa ularga, yemasa ichmasa Omonbek ukaga telefon qilishadi. Almashtirib beriladi yoki bo'lmasa qandaydir kelishiladi xudo xolasa. Iloyim almashtirgilik qilmasin. To'ppa-to'g'ri bitmaydigan ishni o'zi yo'q. Mana shu paytgacha bizga hech kim oligani yo'q. Bir marta kelishyapti, shu bilan kelishgani yo'q. Uka jo'natib ber deyishyapti. Ochig'ini aytganda molni ko'rishyapti, qanaqa mol kelyapti turganini ko'rishyapti. Mana aka mashina bo'yini hozir o'zingiz oldingizda o'lchab ham beraman. Bir qator o'lchab ketaylik bo'lmasa. Mana. Aka mana ko'ring. Mana bu taraf yerda turibdi. Yerda turibdi mana. Shunday o'raganda necha chiqyapti aka? Mana bunday qilib, obunachilar mana bo'lishi demasin. Xo'p, mana yal turibdi, ha? Yal turibdi. Xo'p, 23 ekan. 20 ga olsin aka. 20 ga? Mana shu joyda 20 dan 1.15 atrofida buqalar bor. Oxirgisi mo'ljal 1.15 bo'lishi kerak. 1.17 atrofida chiqadi, 1.15 ga olsin. Xo'p, aka mana o'zimga albatta telefon qilsa, video qanaqadir berilmagan ma'lumotlarni o'zim berib o'taman. Bo'lmasa, xo'p, buni narxini, qilib dunyoni gapirmasdan aka 20 million, 20,5 million unaqa yo'q narx. 19 million 800 ming so'mdan berishadi. Uylariga olib bortirib, kamini ham qilib beraman aka. 19 million 800 bo'ladiganichi? Shu bo'ladigan. 20 demadim endi, bo'ladiganini aytdingiz. Yo'q, aytibman, bitta narx ayting. Men ham so'rab o'tirmay, obunachilarga ham anaqa bo'lmasin. 200 ming kam berisini olib bortirib beraman. Nech pulga? 19 million. Mana qo'lda bering aka. Mana narsani uka menga vajing yo'qdi. Jo'natib ber deysa 19 million 500 ming so'mga uylariga olib bortirib beraman.
Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham bortirib beraman. Toshkentdan so'rasa, ha? Toshkentdan so'rasa, Toshkentgacha ham bortirib Barakasini beraman. bersin, yashang. Mana hop, to'rttasini bitta narx aytaman, bonus qilaman mana qarang. Mana bu ikkinchisimi? Undan kuchli mana ko'ring. Undan Badani ham kuchli. yaxshi. Aslida Badani ham bu yaxshi. qolishadigan emas. O'ylari ham bir xil. Bunisini ham ko'rsating aka, bunisini ham. O'zi O'zilar. handalaklari chiqib qolgan mana. Handalaklari chiqqan mol xudo xolasa gazi kuchli mol. Gazi kuchli. Endi aka mana uni ko'ring. Bo'ya 125 plyus chiqadi mashinaki. 125 Endi plyus. ozgina mehr talab bu. Bu shu holatda Bularga qaraganda badani ozgina pastroq ekan. agar semirganda bu birinchida bo'lar edi. 25 plyusmi bu? 25 plyus aka. Xo'p, Shvediyadan ekan, xudo xolasa. Shved. Hop, mana narsani to'rttasini bitta joyga aka. Telefon qilsin o'sha 19 million 500 ming, 19 million 400 mingdan berishsin mana. 19.4dan bo'ladigani. 19 million 400 ming so'mdan bersa bortirib beraman aka. Sunnatiga nimadir xayriga Sunnatiga telefon o'zingiz qilib bilasiz. beraman. Joningiz sog' bo'lsin aka. Xo'p, birinchisi, mana ikkinchisi, bu uchinchisi, mana bu to'rtinchisi. Ozgina nimasi ovqatni g'arib ekan, yemishni, ha? Yedishlar qanaqa xudo xolasa? Yedishsiga bir hafta aka axlatini axlatini. Nushqutini. Ha, nushqutini axlatini yeyapti mana. Aha. Endi buni ko'rsating. Mana buni ko'ring. Rossiyskiy черный postera tushungan, bilgan biladi. Bu narsani bilgan biladi. Uka, misol narxini aytsa ham haqiqatdan narxiga arziydigan bo'lgan deyshadi. O'zlari ko'rishsa. Hop, buni ham bo'ylari aka aytdimi? 1.15, 1.17, 1.18 atrofida chiqadi. 1.18. Oyoqlari ham mana yaxshi u jo'lari o'sgan, netgan holat yo'q ekan, xudo xolasa. Bunisini ko'rsating. Bunisi ham eng muhim aka, hali puli yengil hammasini. Mana. Puli qachonki puli yengil bo'ladi, boqib baraka topishadi iloyim. Bunisini ham ko'rsating aka, mana. Buni ham to'rtta qilib chiqarib qo'ya qolay. Bo'ldi, video cho'zilmasin. Video cho'zilmasa mana. Bunisini ham badani kuchli. Yaxshi ekan. Endi mana o'zini ko'ring, buni toza qirg'iz aka. Qani? Toza qirg'iz bilan qimmat yuradi. Mana bergasini ham ko'rsatib qo'ying. Qani? Kelgan. Buyoqdagi ham bir xilmi? Ichidagi ham? Ha, bir xil. 27-23. Qani bunisi? 27-23, 27-23 aka. Alloh barakasini bersin, olganga ham sotganga ham. Xo'p, aka, bularni ham 7 ishchisiga bir hafta garantiya beraman. 7 ishchisiga. Yesa ichsa bu ham ularga qoladi. Hop, mononi narxiga keladigan bo'lsak, 18 million so'm. Demayman aka. 18 million? 18 million demayman, to'rttasini bitta joyga. Ayting, kelishtirib bo'ladigan qiling, buni aytayapman, video ham cho'zilmasin, so'raydigan qilmasin. Xo'p, aka, mana so'ramaydigan qilib 18 million demayman. 17 million 800 ming so'm ham demayman. Mana narsani to'rttasini bitta joyga shunday uka moling yo'qdi jo'natar deysa, 17 million 500 ming so'mdan to'rttasi bitta joyga ketaveradi aka. Agar mabodo endi so'ramaydigan qaytyapsizmi buni? So'ramaydigan qilib aytib, mana 17 million 800 demoqchi edim aka, mana. Telefon qilsa aka, behayr ish bo'lmaydi. Ko'p emas. Sunnatiga o'tib beraman. Lekin ichidan ukam men zo'rini, ikkita zo'rini, bitta zo'rini tanlab olamiz deysa, 18 million so'mga bunisini. Hop. Bunisini ham 18 million so'mga tanlab olish bo'ladi aka. Ikkitasini. Hop, ikkitasini. Xo'p, 18 millionga? Ha. Kamini qilib berasiz. Telefon qilsa o'tib ham beraman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin mana endi qaytarib aytaman. Mana shu mollar xudo xolasa sog'lom, meni uyimga keldi, yeb ichib turibdi. Hop, uylariga borgandan keyin xohlasa doktorlariga tekshirib olishsin. Ko'ngil holligi bo'lmasin, ochiqni aytganda, 7 ishchisiga bir hafta garantiya beraman, lekin havodan yuqadigan kasalliklarga, shalaq-balaqlarga ochiqni aytganda garantiya bermayman aka. Hop, ko'pchilar javob bergani yo'q. Nimagaki bu ob-havodan yuqadigan kasallik bo'lgani uchun har joyda bor-da bu kasallik. 1 soat yetadi. Lekin 1 soatda o'sha molni hal qiladi agar yuqsa. Iloyim bunaqa bo'lmasin. Xudo xolasa shu paytgacha aka bizga jalba tushgani yo'q. Jalba tushgani yo'q. Telefon qilsin aka, avvalo kelib ko'rsin. Mol albatta narxiga arziydigan bo'ladi. Telefon qilsa lakasi ham tashab beriladi. Lakatsa beriladi. ma'lumotlar qanaqadir berilmagan ma'lumotlar berilmagan bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqsin, o'zim imkon qadar ma'lumotlarini beraman, lakasa tashlab beraman, kelib ko'rishsa,
agar 4tasini yoki 8tasini bittachaga qilsa, uka yo'lga chiqdim deysa, bitta chiroyli qilib zirvat qilib qo'yaman Xudo aka. xolasa, ha. Xo'p, bo'lmasa bir qator Orqa tarafdan shunday ko'rsating. mana birinchisi bo'ladigan bo'lsa aziz obunachilar, mana hamma yo'llari ko'rinib turibdi, xudo xolasa, real ko'rib olasizlar. Xo'p, birinchisi mana bu, ikkinchisi, ha. Bir qator yana bir tushunarli bo'ladigan holatda bir tanishtirib o'tib ketamiz. Mana bu uchinchisi. Mana bu uchinchi buqamiz. Mana bu to'rtinchisi. Xo'p, bularga 19,5 dan bo'ldimi? 19.400. 19,400 so'mdan bor ekan, xudo xolasa. Bor ekan. Kamini qilib berasiz inshaalloh. Kamini qilib bermay, to'shinga yetkazib beray aka, ochig'ini aytganda. Vodiydan so'rasa-chi? Ha? Vodiydan so'rasa. Vodiydan so'rasa, hayriga sunnatiga o'tib beraman. Joni hisob ekan. Xo'p, mana bizni keyingi 4 taligimiz, ha? Keyingi 4 taligan. Xo'p, birinchi, narxlar o'zgaradi aka. ikkinchi, uchinchi, mana bu qirg'iz mallashevetimiz 4-chi. Bular 17 million 500 ming so'mdan bo'ldimi? Buni ham kamini qilib yetkazib beriladi, xudo xolasa. Telefon qilishga shoshilishsin, narx aka mana bozor bo'yicha YouTube bo'yicha ham solishtirilsin. Xo'p, bo'lmasa bu yerda o'zingizning kanalingiz ham bor ekan, ha? O'zimizga Saroy bozori kanali. Bo'lmasa shu kanalga ham aziz obunachilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa shunaqa mollar keldi ketdisi, birinchi kelgan mollar videoga chiqadi shu kanaldan. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'lmasa Alloh umringizga, savdongizga, bunaqa chorvangizga baraka bersin, hammamiz umrimizga baraka bersin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Xudo xolasa xalqqa manfaatli ish qiling. Inshaalloh, xudo xolasa. Barakasini bersin.